Bugungi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarning bitta negizida ekologiya masalasi va ekologiya siyosati juda yuqori darajaga ko'tarildi. Yashil loyihalash instituti nomi bilan yashil belbog'lar, yashil bog'lar, jamoat bog'lari, yashil iqtisodiyot degan tamoyillarga asoslangan holda yangi yo'nalishlar qabul qilindi. Bularda eng katta qilib turgan ishlari nimalardan iborat? Juda dolzarb savol bu. 150 ming gektar maydondan ziyod maydonda shu yashil loyihalash instituti yashil qoplamalar barpo qilish bo'yicha loyiha amalga oshirdi. Hozirgi qonunchiligimizda bizda kesish masalasi yo'q. Hozirgi kunda o'sha baliqchilik, boshqa sanoatni rivojlantirish imkoniyati paydo bo'ldi. Hayvonot dunyosi. O'rmon deganda o'sha qanaqa o'rmonzorlarimiz bor O'zbekistonda? 12 million gektar maydonga yaqin hududimiz o'rmon hududlari hisoblanadi. Qor qaploni deymiz, snejniy bas. Bu ham unikal bir jonzot hisoblanadi. Umuman inson oyog'ini bosmaydigan hududlar bor. Tabiat holatida yenga oladigan holatni kuzatib borib, faqat xavfsizlik choralari ko'riladi. Iqlim sharoitini hisobga olgan holda olib kirishimiz kerak. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Yashil loyihalash instituti boshqarma boshlig'i Olim aka Qahhorov bo'ladilar. Assalomu alaykum Olim aka, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum Otabek aka. Juda xursandman takliflaringiz. Hozirgi kunda aynan eng dolzarb muammolardan biri ekologiya. Bu ekologiyada hozirgi kunda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? O'zi Yashil loyiha instituti o'zi nima ish faoliyatlar bilan amalga oshiradi? Nima uchun tashkil topgan? Shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Bugungi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarning bitta negizida ekologiya masalasi va ekologiya siyosati juda yuqori darajaga ko'tarildi. O'zbekiston tarixida birinchi marta shu milliy qo'mitaning tuzilishi, unga qo'yayotgan vazifalar, yuklanayotgan muammolar, masalalar yechimi, iqlim o'zgarishi masalalari, shaharlarimizdagi o'sha bo'layotgan vaziyatlarni yumshatish, ekologik fojialarga bo'layotgan munosabatlarimiz, buni hammasini negizida inson omili turadi va albatta biz chetda qola olmaymiz. Bizda Yashil loyihalash institutini tarixiga qaytadigan bo'lsak, 1938-yilda asos solingan. 88 yil bo'ldi biz institutimiz faoliyat yuritayotganiga. Eski o'rmon loyihalash instituti, o'rmonlashtirish instituti, o'rmonlarni tahlil qilish, inventarizatsiya masalalari, o'rmonlarda bo'layotgan o'zgarishlarda monitoring ishlarini olib borish, yangi o'rmonzorlar barpo qilish masalalariga qaratilgan bo'lgan. Hozirgi zamon talabiga qarab keskin o'zgarish bo'ldi. Oxirgi 2-3 yil ichida Yashil loyihalash instituti nomi bilan shu o'zimizda davlatimiz tomonidan qabul qilingan qarorlarga ham nafas, mana shu hududlarimizda yashil belbog'lar, yashil bog'lar, jamoat bog'lari, shaharlarni ko'kalamzorlashtirish masalalari, yangi yashil iqtisodiyot degan tamoyillarga asoslangan holda yangi yo'nalishlar qabul qilindi. Yashil loyihalash institutida 100 dan ziyod mutaxassis faoliyat olib boryapti. Bu mutaxassislarning ichida nafaqat loyihachilar, ularning ichida ilmiy xodimlar, katta unvonlarga ega bo'lgan va boshqa xorijiy davlatlarda o'qib, ishlab kelgan mutaxassislar jalb qilingan. Shu jarayonda biz bilan birga hozir 3 ta xalqaro ekspert faoliyat olib boryapti. Mana kecha kunduzda Samarqandda bo'lgan tadbirga birga qatnashgan sloveniyalik xalqaro ekspertimiz shularni hammasini jalb qilgan holda hozirda bizda institut oldiga qo'yilgan masalalarning yechimini topmoqda. Bu yashil loyiha mana har bir hududda ishlarni amalga oshiradi. Bularda eng katta qilib turgan ishlari nimalardan iborat? Masalan, har bir hududda qanday o'zining loyihalari bor? Shular haqida qisqacha gapirib bersangiz. Asosiy loyihalarimiz yashil iqtisodiyotga, yashil darajalikni oshirishga, o'rmonlashtirishni ko'paytirishga qaratilgan bo'lsa, albatta biz Orol fojiasini eslamasdan ilojimiz yo'q. Hozirgi kunda 150 ming gektar maydondan ziyod maydonda shu yashil loyihalash instituti yashil qoplamalar barpo qilish bo'yicha loyiha amalga oshirdi. Va ekspertizadan o'tib tasdiqlangan loyihalardan bittasi. Ikkinchisi bu xuddi shu hududga tutash bo'lgan Buxoro viloyati, Navoiy viloyati, Xorazm viloyatlarida xuddi shunaqa yashil qoplamalarni 68 ming gektar Buxoro viloyatida, 50 mingdan ziyod gektar maydonda Navoiy viloyatida shu loyihalarni bizda mutaxassislar tomonidan joyida o'rganib, xulosalar berib, loyiha smeta hujjatlari tayyorlandi. Siz bilan Navoiyni kezganimizda juda ko'p changalzorlar, chakalakzorlar, har xil cho'l o'simliklarini ko'rdik. Oldin ulardan
ko'mir sifatida ham foydalangan ekan. O'sha yerlarda plantatsiyalar bo'lgan ekan. Hozirgi kunda plantatsiyalar yo'q. Mana hozirgi kunda kelsak unga jarima ishtirafdamiz. Lekin u juda ko'p kuchli ko'mir, lekin o'sha oldingi davrlarda ularda ko'proq yetishtirib ham sotishgan ekan. Boshqa davlat sotsa bo'lar ekan. Shularda yo'lga qo'ysa ham bo'ladimi? Juda dolzarb savol bu, chunki bu jarayonlarda o'rmon qonunbuzarliklarni bitta turidan kelib chiqib aytyapsiz. O'sha Navoiy viloyatida ko'rganimizda noqonuniy kesishlar juda avjiga olgan. Hozirgi mana qish mavsumlarida o'tin masalasi, yog'ochbop masalalarga urg'u beriladi. Albatta shu taklifi juda o'rinli. O'sha saksovulzorlardan eng noyob o'tinlik chiqadi. Shu plantatsiyalarni qanchalik darajada biz kengaytirsak, ko'paytirsak, hozirgi qonunchiligimizda bizda kesish masalasi yo'q. Lekin Jahon bankining loyihasida sanoatbop plantatsiyalar barpo qilish degan masala qo'yilgan. O'sha 100 ming gektar maydonni qamrab oladigan bo'lsak, o'sha aholiga yordam sifatida og'ir sharoitda yashayotgan fuqarolarga, o'sha cho'l zonalarda yashayotgani uchun bu masalani yechishga ko'makdosh bo'lib, o'rmon xo'jaliklarida shu sanoatbop plantatsiya barpo qilish o'z samarasini beradi. Shular haqida ham loyihalar qilyapsizlarmi bularda? Jahon banki loyihasida biz sanoatbop plantatsiyani bir nechta usulini berganmiz va 28-30 ta turini berganmiz. Qaysi daraxt turlaridan noyob bo'ladigan holatlardan voz kechgan holda o'sha yo'qolib ketadigan arafasida tushgan daraxtlarni saqlab qolgan holda biz takliflarni tayyorlab beramiz. O'sha loyihalarga kirgan bu masalalar. Afsuski bizning hududlarimizdan bu cheklangan 6 ta hudud bilan ishlayapmiz. Qashqadaryo, Surxondaryo, Namangan, Sirdaryo, Buxoro viloyatlari bo'ladigan bo'lsa, hozir Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy viloyatlarida ham xuddi shunday loyihalarimiz bor. Qozog'istonda bir qismida suv 40% ga oshganda sho'rlanish darajasi 4% kamaygan. Bu haqida qanday ma'lumotlar egasiz? Olimlarimiz bu narsaga o'zini fikrini bildiradi. Bizni loyiha instituti tomonidan kuzatuvlar shuni ta'kidlaydiki, katta orol bor, kichik orol bor. Asosiy qismi O'zbekiston hududida. Orolda asosiy. Orolda asosiy. U Maliy orol qismida haqiqatan bular to'g'on qo'yib, to'sib, o'sha qismda yig'ilayotgan suvni balandligi miqdorini ko'tardi. Hozirgi kunda o'sha baliqchilik, boshqa sanoatni rivojlantirish imkoniyati paydo bo'ldi. Hayvonot dunyosi o'zgarish paydo bo'ldi. Bu ham bitta dalilki, ertaga biz O'zbekiston tomonidan qilayotgan sa'y-harakatimiz ham shu natijaga olib boradi. Hozir eng ko'p savollardan uchraydi, masalan, o'rmon xo'jaliklari bormi? O'zi O'zbekistonda o'rmon bormi deydi. O'zi o'rmon deganda o'sha qanaqa o'rmonzorlarimiz bor O'zbekistonda? Bugungi kunda 12 million gektar maydonga yaqin hududimiz o'rmon hududlari hisoblanadi. Bu nafaqat o'rmon agentligiga tegishli, boshqa tashkilotlarga tegishli o'rmonzorlarimiz ham bor. Suv xo'jaligiga tegishli hududlarimiz bor. Bu hududlarda noyob hisoblangan turlar saqlanadi. O'zi bitta o'simlik dunyosini oladigan bo'lsak, 300 dan ziyod tur noyob hisoblanadi. Qizil kitobga kiritilgan, yo'qolib ketish arafasida butun jamiyat, butun dunyo e'tibor qaratgan turlarimiz bor. Hayvonot dunyosida oladigan bo'lsak, mana ko'chib o'tadigan, uchib o'tadigan turlardan flamingo, rozvoy flamingo deydi. Bu noyob hodisa shu O'zbekiston hududiga kelib, shu yerda 3000 dan ziyod turlari o'tib, davom etib uchib ketadi. Bundan tashqari mana qor qaploni deymiz, snejniy bars. Bu ham unikal bir jonzot hisoblanadi. Sanoqli holda 200 dan ziyod turlar saqlanganligi aniqlangan. Hozir ham bu hududlarimizda mana Qashqadaryo, Toshkent viloyat hududlari bu qor qaplonining hududi hisoblanadi. Shu jihatdan bizdagi o'rmonzorlar ham o'zining noyobligini bildiradi. Keyingi yilda biz shunday reja qilganmiz. Kanada davlatining tajribasi asosida barel o'rmonlari deydi ular. Umuman inson oyog'ini bosmaydigan hududlar bor. Shuni kelajak avlod uchun tabiiy holda saqlab keladi. U hududlarda yong'in chiqadimi, talafot bo'ladimi, inson kirmaydi. O'sha tabiat holatida yenga oladigan holatni kuzatib borib, faqat xavfsizlik choralari ko'riladi. Mana shunaqa hududlar, unikal hududlar O'zbekistonda ham mavjud. Shu tog'ning yuqori qismidagi archazorlarimizda yoki o'sha Qoraqalpog'iston, Navoiy viloyatlaridagi cho'l zonalarida ham biz barel o'rmonlar qatoriga kiritsak bo'ladi. Masalan, qaysi davlatni biz o'zimizga yaqin va o'sha yo'nalishini biz o'zimizga olishimiz mumkin va ularda qaysi jihat bizga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydigan jihatlari ham bor. Albatta biz xalqaro tajribani o'rganmay ilojimiz yo'q. Chunki ularda olib borayotgan tezkor qadamlar va hayotda o'zi tezlashib ketyapti. Yangi texnologiya rivojlanib ketyapti. O'zbekistonda afsuski oxirgi yillarda biz ko'p narsani yo'qotdik, chunki
ilm jihatidan, o'sha amaliy jihatdan ko'p narsada oqsab qolganimiz bilinib qoldi mana. Oxirgi yillarda qabul qilingan qarorlar shunga imkoniyat yaratib berdi. Bizda o'zimiz bir nechta davlatlarni borib ko'rib, Amerika Qo'shma Shtatlarini qo'riqxona muhofaza zonalari qanaqa usullarda ular muhofaza qilyapti va kelajakda qaysi yo'nalishlari qamrab oladi. Mana Toshkent shahar o'rmon xo'jaligini tashkil etish ham bu ham bir ajoyib hodisa, chunki biz Amerika Qo'shma Shtatlarida shahar o'rmonlari degan bir tushuncha bo'yicha o'qishdan o'tib kelganmiz. O'sha yerda ham o'sha shahar aholisi tabiiy holda o'rmonzorlarda dam olishi, o'sha rekreatsion zonalar tashkil qilishi, dam oladigan maskanlarning turlari qanday bo'linishi kerak, u qanaqa jihatlarga ega, u hayvonot dunyosi bilan qanday uyg'unligi bor. Mana shu masalalarni o'rgangan. Mana hozirgi kunda juda ko'p ishxonalar, tashkilotlar ish faoliyatini olib boryapti. Mana shunday ishxonalarda yashillikni rivojlantirish uchun nimalar ko'proq ahamiyat berishimiz kerak? Shular haqida ma'lumot bo'lsa. Oxirgi yillarda aholining o'rtasida shu ekologiya vaziyatiga bir ikkinchi darajali masala deb qaratib qolingan edi. Bu masalalarning natijasida mana shu oqibatlar yuzaga keldi deb hisoblayman. Chunki bu chang to'zonlar ko'payishi, shaharda mana shu anodan chiqib muvozanatdan chiqib ketolmayotganligini sababi birdan paydo bo'lmadi. Bu yillar davomida yig'ilib kelgan masalalarga aylandi. Nafaqat bu qurilishga bog'liq, bu o'zimizni hayot tarzimizga ko'proq bog'liq. Qaysi qadamlardan boshlash kerak deganda biz albatta fuqarolarni o'zidan boshlashimiz kerak. Fuqarolarni ekologiya madaniyatini oshirishimiz kerak. Ekologiya ta'limotini kuchaytirishimiz kerak. Bu g'oyalarda mana xorijiy davlatlarda o'rganadigan bo'lsak, o'sha muhofaza zonasini ko'proq yoshlarga tanishtirish, u yerdagi saqlab qolinayotgan hayvonot o'simlik dunyosi nima maqsadda shu ishlar olib borilayotganligi, oddiy suvni tejamkorligi nima oqibatga olib keladi. Bizning mana Orol fojiamiz butun dunyoga yaqin misol bo'lib turibdi-da. Bu noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga kelgan fojia. Biz ilg'or qadamlar bilan borishimiz kerak, yangi texnologiyalar kerak, yangi innovatsiyalar kerak. Qaysi davlatlarda bunga bir 20 yil, 30 yilda o'tib ketgan bo'lsa, biz 4-5 yil ichida erishishimiz kerak. Yevropa davlatlari o'rganganimizda birinchi o'rinda o'sha Daniya, Shvetsiya davlatlari turadigan bo'lsa, ularda muammolar boshqacha. Ular o'sha musorni to'g'ri tashlash, musorni yig'ish, chiqindilar bilan ishlash, qayta ishlash, bulardan qandaydir foyda olish masalalariga o'tgan bo'lsa, biz hozir aholini o'sha chiqindi bilan ishlash usul jarayonini o'rgatishimiz kerak. Namangan viloyatida bo'ldik. Namangan shahrini ahvolini ko'rib, men juda afsuslanib keldim. U yerdagi aholi o'sha chiqindi yig'ayotgan joylarni o'zini tartibga solishi zarur. Barqaror boshqaruv tizimi o'rnatilishi kerak. Shahar bo'yicha hozir juda yaxshi g'oyalar bilan yerga takliflarni kiritganmiz. Yer osti chiqindi yig'adigan poligonlar barpo qilish, yaqinda yangi poligon tashkil qilish, aholi bilan ko'proq ta'limot masalasida ishlash va albatta maktablarda o'zida yoshlar bilan ishlab, institutlarda ham shu ekologik ta'limot masalalariga ko'proq e'tibor berish qaratildi. Ekologik reydlar olib borilyapti. Shu reydlarda o'sha parniklar, shu metan gazlarini tashlanishi. Lekin biz kecha yana bir yevropalik hamkasblar bilan ko'rdikki, yopiq poligonlardan chiqib turgan metan gazlari. Ular juda katta xavf beryapti ekan. Bizning loyiha institutimiz 18 ta o'z faoliyatini to'xtatgan chiqindi poligonni rekultivatsiyasiga loyiha qilgan. Bu tajribamiz bor bizda. O'shanda ham rekultivatsiya qilayotganimizda o'sha siz aytgan metan gazlari boshqa to'g'ridan to'g'ri atmosferaga chiqib ketmasligi uchun uni qoplamalar bilan boplab, yashil qoplama bilan yopib, o'sha tabiiy holda razложение beradigan holatga olib kelish masalalari qo'yilgan. Endi zamonaviy yo xalqaro tajribalarni oladigan bo'lsak, albatta u yerda uni qayta ishlaydigan katta korxona tashkil qilinishi shart. U yerdagi o'sha korxonalarda zamonaviy texnologiyalar asosida buni ishlab, havo atmosferaga tomoniga ta'sir etmaydigan holatlar bo'lishi kerak. O'sha yilma-yil, 20 yil, 30 yilda yig'ilgan masalalarni birdan yechib bo'lmaydi. O'sha birinchi navbatda shu katta Toshkent shahar, viloyat markazlari, kichik shaharlarga olib kelib, sekin yechiladigan masaladan bitta. Buni mana shu Yashil loyiha institutimiz tomonidan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlarimiz bor. Shuni biz ko'proq tatbiq etishga harakat qilmoqdamiz. Yaponiyaning yoshlari maktablarda, bolalar bog'chasida baliqlar yetishtirib, ariqlarga qo'yib yuborishar ekan, joylarda katta bo'lishini tomosha qilib, bizdan xuddi shunaqa loyihalarimiz bormi? Qaysidir hududlarimizda, masalan, oldin ariqlarimizda baliqlar bizda ham bo'lardi. Hozir hech qaysi ariqda baliq ham yo'q, lekin ariqda o'zi suv yo'q.
Shular yana qaytadan yangilasa bo'ladimi? Yaponiya bu unikal davlat. Buni tajribasini juda ko'p o'rganish kerak, bizga tatbiq etish kerak. Nafaqat ekologiya masalalari, u yerda madaniyati, o'sha ta'limoti, o'sha siz aytgandek o'sha yosh bolalar ham shu baliqlarga yetishtirish emas, o'sha oddiy chiqindilarga bo'lgan munosabatlarni ham o'rganish kerak. Bu o'sha ta'limotni shunchalik darajaga ko'targanki, shu yosh bola ham begona joyga bu narsani tashlamaydi. Shu ta'limotga yetkazsa, bu Yaponiyani ko'p mutaxassislarni jalb qilishimiz kerak. Keyingi etaplarda siz aytgandek o'sha yo'qolib ketgan baliqchilikni boshqarib. Biz mana Namangan soy degan bir katta kanalni oldik, hozir loyihasini qilyapmiz. O'sha yerda qarmoq orqali madaniy xordik chiqaradigan bir rekreatsion zonasini tashkil qilish taklifini shaharda o'ziga berdik. Mana unaqa kichik g'oyalar bilan o'zini natijasini bersa, buni keyin tajriba sifatida boshqa hududlarga ham kengaytirsak bo'ladi. Ikkinchi masala, biz Malayziya, Singapur davlatlarini tajribasini o'rganamiz. Shaharni madaniyatini saqlash. Alohida qonunlar qabul qilingan. Mana toza shahar, toza hudud, toza o'lka. Prezidentimizning qarorida ham shu narsa aks ettirilgan. O'sha mahalla, toza mahalla, konkurslar o'tkazish, namunaviy mahallalarni aniqlash, ekolog fuqarolik unvonlarini berish, ekolog degan inspeksiyalar tashkil qilinishi, fuqarolarni ichidan o'sha ekolog mutaxassislarga jalb etish masalalari, bular albatta o'z natijasini beradi, sal vaqt kerak bo'ladi, lekin bu targ'ibot nafaqat shu ekologiya vazirligi, boshqa tashkilotlar, hokimiyatlar ham bunga mahalla organlari ham jalb etilgan holda amalga oshirish kerak. Hozirgi kunda mana har xil plantatsiyalar ochish ko'paydi. Bu xususiy sektor misolida bog'lar, ko'chat xonalari, chet eldan olib kelingan ko'chatlar bilan yetishtirishyapti, lekin ularda yashab ketish jarayoni uzoq yilga chidamayapti. Shuni biz mana oldin hozirgi kunda ham bor, masalan, botanika bog'imiz. Shu botanika bog'i butun dunyodan daraxtlar keltirib, ularda onalik plantatsiyalarni qilib, shu yerda yetishtirilgan. Hozir har xil qilib olib kelyapmizda, undan na ko'chat olib bo'ladi, uni yashash jarayoni qisqa. Shularni qanday yana ularga amalga oshirsa bo'ladi, umumlashtirib, tizimlashtirsak bo'ladimi? Albatta biz bir nechta xalqaro konvensiyaga a'zomiz va xalqaro konvensiyalarni imzolaganmiz. Bioxilma-xillik saqlash konvensiyasida o'rmon hududlariga begona o'simlikni kiritish taqiqlangan. Mana bu bir chegara. Bioxilma-xillik shu hududda o'sayotgan turni saqlab qolish butun dunyo bo'yicha shunday qarorga keltirilganki, tabiiy holatda o'sayotgan turlar yo'qolib ketadi. Mana shunday parazit tur deyiladi, parazit va siqib chiqaradi. Mana bu Amerikaning o'zida ham biz buni kuzatdik. Asina degan daraxtni, igna bargli daraxtlarni hammasini siqib chiqarar ekan. Bu katta fojiaga aylangan butun Amerika bo'yicha. Juda chiroyli, rang-barang tus beradi, rekreatsion zonalar uchun juda, lekin tabiiy o'sayotgan archazorni yo'qotyapti. Xuddi shunday oqqayi. Mana juda yaxshi ko'ramiz, juda chiroyli manzara beradi, lekin oqqayi texnik daraxt, u ham mana shu boshqa daraxtni yerda o'sganini qo'ymaydi. Kirib kelayotgan mana pavloniya, begona boshqa bir ikkita daraxt turlari ham mana shunaqa xususiyatga ega. Bu turdosh turlarni siqadi-da. Endi bu bitta muammo. Lekin biz obodonlashtirishga, ko'kalamzorlashga, shaharlarimizni ko'rkamini oshirishga albatta manzarali turlarni ko'paytirishimiz shart. Bu turlarga bizda ehtiyoj bor va shahar hududlarida, o'rmon fondidan tashqari hududlarimizda yangi ko'chatxonalar barpo qilib, bu turlarga to'g'ri bir fikr bilan qarab, o'sha cheklangan miqdori bor, joylari bor, iqlim sharoitini hisobga olgan holda olib kirishimiz kerak. 2030-2035 yillarga qanaqa yana o'zimizga loyihalar qo'yganmiz? Masalan, sanoat sohasida, qurilish sohasida ishlab chiqarish, chiqindilar qayta ishlashda bularni o'zi qatga olib borishimiz kerak. Ko'p xalqaro davlatlarda yuqori tajribaga ega bo'lgan samarali bir texnologiyalarga erishilgan. Mana juda katta qiziqish uyg'otyapti. Hozir Saudiya Arabistoni, arab davlatlari tomonidan ilg'or texnologiya, ekologik muvozanatni saqlaydigan sahrolarda bir shaharlar barpo qilib, o'sha shaharlarda ekologik shahar deb nom qo'yyapti. Shuni jihatlarini o'rgangan holda mana vertikal ko'kalamzorlashtirish degan tushuncha paydo bo'ldi hozir. Ko'p qavatli uylarni birdan o'sha yashil zonaga burqib, o'sha binoni o'zini ham yashil qilib boryapti.
o'sha yerda daraxt ekyapti, tom qismini obodonlashtiryapti, tom qismidan foydalanyapti, balkonlaridan foydalanyapti, ichkaridagi o'sha lesnichniy marshlardan foydalanyapti. Mana shu g'oyalarni ham bizning institutimiz keyingi 5 yillik, 6 yillikka shu vertikal ozеленение masalalariga e'tibor qaratdi. Ishlab chiqarishdagi bor jarayonlarda masalan ximikatlari bor, har xil ularda qanaqa tozalovchi qanday apparatlari bo'lishi mumkin, ularni qanday hamkorlikka chaqirsak bo'ladi. Har bitta tadbirkor yuqori daromad olishga intiladi. Bu narsani birinchi navbatda qonunchilik juda mukammal bo'lishi kerak. Mana kecha kunduzi bizning Yashil loyiha institutiga Koreya kompaniyasi taklif bo'ldi. U tozalovchi filtrlar. Bu tozalovchi filtrlarning xususiyatlari asosan atmosferaga hozir talab katta bo'lganligi uchun atmosferaga qaratilgan. Biz unga aytdik, suvni tozalovchi filtr qanday ishlaydi yoki to'proqdagi bo'layotgan o'zgarishlarni kim nazorat qiladi? O'sha monitoring qiladigan datchik yoki o'sha apparatlaring bormi deganda, u Koreya davlatlarida bu narsaga e'tibor kattaligi uchun qonun bilan me'yor chegaralari o'rnatilgani uchun u yo'lga qo'yilgan ekan. O'sha takliflarni berib, bir katalog sifatida bizga taqdim etishadigan bo'ldi. Keyingi loyihalarda biz shunaqa hamkorlardan foydalanib, o'sha tadbirkor bo'ladimi, korxona bo'ladimi, albatta o'sha ishlab chiqarish bilan bog'liq jarayonni o'rgangan holda bizda ekologiya qo'mitamizda, milliy qo'mitamizda u ekspertiza xizmati bor. Bular eng zamonaviy asbob-uskuna bilan qurollangan bo'lishi kerak. Ikkinchi atmosfera xizmati bor bizda. Ana shu xizmatlarda bo'ladigan hamma qo'lida bo'ladigan asbob-uskunalar bilan bu jarayonni tartibga solish mumkin. Loyiha instituti o'sha jarayonga yo'l qo'ymasligi uchun tadbirkorga loyiha qilayotgan paytida qonuniy bo'layotgan me'yorlarni ko'rsatib o'tadi. Mana shuni saqlashing kerak. Atmosferaga chiqadigan chiqim me'yori mana shunaqa, shuni saqlab turishing kerak. Sen olib kelgan dastgohing shunga javob beradimi, yo'qmi degan savolga o'sha jarayonda biz javob berishimiz kerak. Yashillik bor joyda yomg'ir bo'ladi. Yashillik borgan sari qurishni boshlayapti. Daraxt ekyapmiz, quriyapti. Suvga chidamliligini ham qandaydir oshirib borishimiz kerakmi? Toshkent shahrida butun chinorlar, eman daraxtlari, nihoyatda ko'pchilik daraxtlar tashkil etadi, soya hosil bo'lar edi. Mana shu ham bir muvozanat saqlab qolardi. Albatta o'sha roza vetrov deydi, shamolni yo'nalishlarini to'smaslik, o'shani saqlab qolish, shaharda doimiy o'sha shamollar aylanib turish, ta'minlash masalasini qaytadan ko'rib chiqishga talab etadi. Qurilish bo'layotgan hududlarda ham yashillik qoplamay qaysi darajada? 20% tashkil qiladi, 30% qiladi. O'shani barpo qilish masalasi oxirgi loyiha qismida bo'lsa ham oxirigacha monitoring qilish, kuzatib olib borish. Hozir juda yaxshi g'oya qo'yildi. O'sha ekologik politsiya tashkil etilganini natijasida men o'ylayman juda katta bu natija beradi. Chunki ekilgan daraxtlarda ham keyingi holatlar. Kecha biz o'sha muhokama qilganimizda ham 3 yilgacha sug'orish tizimlarigacha e'tibor qaratib olib borsak, o'sha ekilgan ekin joylashuv olib, muvozanatni saqlab qolsak, keyingi yillarda o'sha ko'karib ketadi. Ijtimoiy tarmoqlarga kelgan ma'lumot, bittasi o'z atrofida yashil bog' barpo qilgan, lekin unga borib hozirgi kunda hokimiyatdan borib shu jarimalar qo'llanibdi. Mana shunaqa holatlarga biz qanday qaraymiz? Noqonuniy yer egallash, noqonuniy ekish, noqonuniy bir harakatlarga ko'p uchraganmiz. Bu o'rmon tizimida ham juda ko'p bunaqa holatlar uchraydi. O'sha qonun ustuvorligi deymiz, qonun yurish kerak oldinda. Fuqaro qonuniy bilimga ega bo'lishi kerak. Kechagi holatni men ham ko'rdim. U holat fojiali desak ham bo'ladi, chunki fuqaroga bir tushuntiradigan odam bo'lmagan. To'xta, bu muhofaza zonasi. Bu temir yo'lning tagida bunaqa inshootlarni barpo qilish mumkin emas. Bu xavf tug'diradi. Nafaqat inson uchun, bu o'sha temir yo'lda har xil holatlarga olib keladigan. Shu narsalar sal yiroq bo'lishimiz kerak. Men juda ehtiyotkorona bunga qarayman. Birinchi navbatda o'sha nazorat qiluvchi organlar tomonidan, mahalliy hokimiyat organlaridan, mahalla hokimiyat xodimlari buni to'g'ri tushuncha olib borish kerak. Ekologiya inspektorlari bizda kam. U hamma hududni qamrab ola olmaydi. Lekin boydagi o'sha mahallada turgan fuqarolar, "Sen juda ajoyib ish qilyapsan, lekin buni ket bir to'g'ri yo'nalishga boshqaraylik, to'g'ri hudud tanlab beraylik senga. Ras shunday g'oyang bor ekan" deb muhofaza zonasiga borib temir yo'l tagiga taqamasdan bu boydagi chegara hududdan chiqmasligi kerak. Mana shu jihatdan biz albatta davlat xodimi bo'lganligimiz uchun davlat muhofazasini ta'minlab berishga majburmiz. Fuqarolar to'g'ri qabul qiladimi, yo'qmi, qonun ustuvorligini ta'minlashimiz kerak. Havoni ifloslanishi jarayonida bizning shahrimizda ishlab yotmagan fontanlarda, masalan, favvoralarni yana qaytadan ishga tushirish. Bu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti?
Bizning sharoitimiz reska kontinental iqlim sharoitidamiz. O'sha yozda keskin issiqlik bo'ladi, havomiz quruq havoga aylanib qoladi. Albatta bu favvoralarning xizmati juda katta inson omili uchun. Birinchidan havoni namligini saqlab qolishda va o'sha chang, to'zonlarni oldini olishga xizmat qiladi. Bu juda to'g'ri qarorlardan bittasi. Ertaga har bir hududimizda shunday favvora faoliyat olib boradigan bo'lsa, bahor, yoz kunlariga juda katta iqlimga sharoitga ta'sirini ko'rsatib, o'sha yashillik saqlab qolishga, insonni sog'lomlashtirishga qaratilgan tadbirlar ko'proq bo'lishi kerak. Xalqimizga, shu kelajak avlodga qanday takliflaringiz bor? O'zingizni niyatlaringiz, fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarga hamnafas bo'linglar. Bu kelajagimiz uchun bo'linayotgan jarayon va kelajakda yashil qoplamalar, yashil o'lkani, O'zbekistonni gullashiga hissa qo'shayotgan har bir insonni men o'ylayman, Xudo taolo ham o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Katta rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Samimiy suhbatingiz uchun Olim aka kattakon rahmat sizga. Keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha salomat bo'linglar.